Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi mehmonimiz juda ham yaxshi mutaxassis bo'lgan, eng kerakli jihati ko'proq bemorni o'ylaydigan, natija uchun ishlaydigan, bemor bilan ishlashda, tayyorlashda hech ham charchamaydigan fidokor reproduktologimiz, ginekolog, reproduktolog Nozima Zanindinni chaqirganmiz. Xush kelibsiz. Yaxshi vaqt bo'ling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bugun juda ham ko'p qiziq savollarimiz bor. Bu savollarga albatta har doimgidek to'g'ri va ochiq oydin javob berishingizni kutgan holatda aynan tomoshabinlarimiz uchun, kuzatuvchilarimiz uchun, farzand istagida yurgan oilalarimiz uchun manfaatli bo'ladi degan umidda bu savollarimizni tayyorlaganmiz. Albatta sizdan bu savollarimizga kuzatuvchilarimiz tushunadigan tilda, meditsina tilida emas, oddiy tilda tushunadigan qilib javoblar kutib qolamiz. Rahmat. Avvalambor Shahboz Shavkatovich ushbu taklif bilan chiqqaningizga rahmat aytmoqchiman. Nima uchun? Chunki haqiqatdan ham uzoq yillar davomida bepushtlik bilan aziyat chekib kelayotgan juda ham ko'p patsientlarimiz qaysidir bir qo'rquvlari sabab yoki bir boshqa sabablar orqali ekoklinikaga kelishdan cho'chishadi va qimmatli vaqtlarini bekordan behudaga sarflashadi. O'ylaymanki, bugun bu yoqda muhokama qilinadigan savollar ko'pchilik bemorlarga manfaatli bo'ladi va ularni bepushtlik muammolarini yechishda balkim qanaqadir turtki bo'lar siz bilan bugungi suhbatimizda. Albatta, hozirgi gaplaringizdan bir narsa meni hayolimga keldi. Buni albatta yoritib o'tib ketmasak bo'lmaydi. Tan olishimiz kerak, O'zbekiston Respublikasida, hattoki Markaziy Osiyoda eko haqidagi tushunchalar deyarli 90% aholi eko haqida noto'g'ri tushunchalarga ega. Va siz bunga to'liq javob berasiz deb o'ylayman. Sababi O'zbekiston Respublikasiga qonunchilikda eko XI ga ruxsat berilgandan boshlab turib mana shu sohada ishlab kelmoqdasiz. Ekoni nima uchun odamlar noto'g'ri tushunishadi? Borib eko qildirishsin deysa, yo'q kerak emas deyishadi, noto'g'ri tushunishadi, qo'rqishadi. Nima sababdan? Qo'rquvlar juda ham kuchli. Mana necha yildan beri o'tganingizdek, O'zbekistonda ekoga ruxsat berilgan kundan boshlab shu yo'nalishda ishlayman. Birinchi qo'rquv bu menimchalik natija olmaslik qo'rquvi. Shunaqa patsientlar bor, o'zingiz bilasiz, ayniqsa azospermiya tashxisida tuxumdonda nisbatan tuxumdonda zaxira kamaygan patsientlarda natija ololmaymiz degan qo'rquv bor. Undan ham birinchi qo'rquvi bor. Eko haqida juda ham noto'g'ri tushuncha bor, bilasizmi? Eko degani bu boshqasini urug'ini qo'yib qo'yish degani degan noto'g'ri tushuncha bor. Shu haqda ma'lumot yoritib o'tib. O'zbekiston Respublikasida qonunchilik doirasida, demak, donorskiy hujayralar, ya'ni boshqa insonning hujayrasi farqi yo'q. Erkak kishi bo'ladimi, ayol kishining urug' hujayralari boshqa demak, insonlardan olib qo'llash qonunchilik doirasida taqiqlangan va shu jumladan surrogatное materinstvoga ham bizda demak izn berilmagan. Bu qonunchilik doirasida va diniy idoramiz tarafdan ham fatvo olinmagan bu narsaga. Aynan eko uchun, ya'ni xotinning orasidagi munosabatlar, shar'iy nikoh asosida bo'lgan munosabatlarda demak fatvo berilgan, lekin surrogatniy onalik va donorskiy programmalar uchun fatvo yo'q. Taqiqlangan. O'zbekiston qonunchiligida ham taqiqlangan. Demak, bizni O'zbekiston mintaqasida donor spermadan yoki donor tuxum hujayradan yoki surrogat onadan, ya'ni boshqa ayol bachadonidan foydalanish mutlaqo taqiqlangan, to'g'rimi? Va bu bizda albatta eko qilmoqchi bo'lgan oilalar faqat o'zini tuxum hujayrasidan, o'zini spermatozoid hujayrasidan shu ikkala juftlikdan yaratilgan farzand bo'ladi, to'g'rimi? 100%. Demak, qo'rqmasalar ham bo'ladi. Shundoq qo'rqishadiki, ekodan homilador bo'lib kelishsa, mana borishadi, eko jarayonini amalga oshirishadi.
Ular o'zlari ishonch hosil qilishadi, xo'jayinlarni urug'laridan, o'zlarining tuxum hujayralaridan, bu joyda boshqa narsa aralashmaganligini o'zlari bilishsa ham yashayotgan joyiga borib biz homilador bo'ldik, eko-iksiy jarayonni amalga oshirdik deb aytishmaydi. Sababi o'zlari bilgani bilan atrofdagilarning fikri noto'g'riligidan qo'rqishadi. Atrofdagilar boshqasini urug'ini qo'ydirib keldi, boshqasini tuxum hujayrasini qo'ydirib keldi yokida bir boshqa bola mutlaqo degan, ba'zan tayyor 5 kunlik embrionni qo'ydirib keldi degan tushunchalar bor. Bular mutlaqo noto'g'riligini mana hamma bilib qo'ysin. Bizni O'zbekiston Respublikasida, O'zbekiston qonunchiligida ham O'zbekiston 99% islom diniga e'tiqod qiluvchi mamlakat bo'lganligi sababli diniy idoramiz tomonidan ham berilgan fatvolar asosida ishlanadi va O'zbekiston qonunchiligida boshqa erkakning urug'idan foydalanish mutlaqo qonunan taqiqlangan, boshqa ayolning tuxum hujayrasidan foydalanish ham qonunan taqiqlangan va bu qonun asosida eko markazlari ish yuritadi va ekodan yaratilgan, ekodan tug'ilgan farzand avvalo o'zingizni pusht kamaringizdan bo'lishiga hech ham shubhangiz bo'lmasin. Bilasizmi, shu joyda yana bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Haqiqatan bizda demak yon atrofdagi qarindosh urug', qo'ni qo'shnilarni ta'siri, fikrini ta'siri juda ham katta. Nimagaki, men eko amaliyotini o'zimni juda ham yaqin qarindoshimga qilganman va ishonasizmi, biz o'zimizda endi qarindosh urug'larda hamma vrachlar bo'lishiga qaramasdan, haligi bizani o'sha qarindoshlarda ham shu narsani bekitish holati yuzaga keldi. Men aytdim, nimaga bu o'zinglarning hujayralardan bo'lgan bo'lsa, bu oddiy homiladorlik bilan bir hech qanaqa farqi bo'lmasa degan narsani ham aytib o'tdim, lekin shunchalik bu bizani ongimizga qattiq joylashib o'tirib qolganki, ochiq oydin aytishga qo'rqishadi. Insonlar ochiq oydin buni gapirishga qo'rqishadi. Uyat deb bilishadi. Uyat deb bilishadi. Bitta holat bo'lgan, buni haqiqatda oddiy aholimiz hali tushunib yetganlari yo'q, tushunib yetib borishmoqda. Mana shunaqa videolarni ko'proq ishlasak, xalqqa, ommaga ekoni mohiyati haqida ko'proq yoritsak, to'g'ri bo'ladi degan umiddaman. Sababi, mana ismlarini aytmayman. Toshkent tibbiyot akademiyasini qoshidagi klinika bor, mana yangi Toshmay deb qo'yamiz. Shu joydan ginekolog kelganlar meni qabulimga. Hop, 9-10 yillik farzandsizlik bilan murojaat qilib kelganlar. Eko jarayonini amalga oshirmoqchiman. Hop. Bunda faqat xo'jayinimni urug'idan qilamizmi yoki donordanmi? Mana ginekolog. Kamida 15 yil stajga ega bo'lgan ginekolog. Bizda O'zbekiston qonunchiligida donor spermaga ruxsat berilmagan, faqat xo'jayiningizning spermatozoidlaridan qilinadi deb aytsam, mana ginekologning fikrini qarang. Menda eko amaliyoti, operatsiyalari bajarilgandan keyin jarohatlarim qanchada bitib ketadi, qancha kesiladi qornim aytishyapti. Haqiqatda shu voqea bo'lgan, realni bo'lgan. Hattoki ginekolog eko jarayonini qandoq tartibda amalga oshirilishini bilmaydi. Ular o'ylaydi, qayerimidir operatsiya qiladi, qornimni yorib, ichimga bola solib qo'yadi, sodda qilib aytay. Shunaqa tushunchaga ega. Endi ginekolog shu tushunchaga ega bo'lgandan keyin oddiy xalqdan yoki boshqa kasb vakillaridan bu narsalarni tushunishini kutishimiz noto'g'ri. Shu haqda ham ma'lumot berib ketsangiz, eko-iksiy jarayoniga olingan ayolda birinchi savolim, eko-iksiyga olindi, qayerlardir kesmalar amalga oshiriladimi? Yo'q, ayollarda umuman har bitta konsultatsiyada men patsientlarimga to'liq ma'lumot berib o'taman. Nimagaki, haqiqatan kelganda operatsiya ekan deb qo'rquv bilan kelishadi. Operatsiya jarayoni, ya'ni urug' hujayralarini terib olish jarayoni bu narkoz ostida bo'ladi. Ayolimiz hech qanaqa og'riq sezmaydilar va shu bilan bir qatorda tanalarida hech qanaqa kesilgan, izlar, shramlar, tikilgan joylari bo'lmaydi. Nima uchunki, biza qin orqali kirib, o'zi datchik bor, maxsus qin orqali ko'radigan datchikimiz, shuni tepasiga demak maxsus bir perihodnik deb nomlanadi, qotirilgan bo'ladi va shu perihodnik orqali
uzun nina bilan ishlaymiz. Ya'ni nuqtali to'chichli jarohatlar bo'lishi mumkin ichkarida, qin ichida, ya'ni terilarida, tanalarida hech qanaqa kesilgan, jarohat olgan narsa bo'lmaydi va bu qin ichida olgan jarohatlarni ham qalinligi juda ham kichkina bo'ladi, u birpasda bitib ketadi. Ayollarimiz operatsiyadan keyin chiqqanlarida so'rayman, "Og'rularingiz qoldimi?" desam, "Ha, ancha yengil bo'ldim, ancha yengil tortdim." Chunki stimulyatsiya jarayonida urug' follikuli o'sganning hisobiga ayol kishida og'riq, diskomfort holati yuz beradi va operatsiyadan chiqqandan keyin hattoki bu og'riqlar ham operatsiyadan so'ngida o'tib ketadi. Operatsiyada misol uchun yengil uxlatib turib terib olinadi. Ba'zi holatlarda uxlatmasdan bez narkoz ham tuxum hujayralarini terib olgan holatlar bo'ladi, to'g'rimi? Bo'ladi. Bundan ko'rinib turibdiki, bu oddiygina mana misol uchun ginekologik kresloga chiqasizlar, vaginalniy datchik bor, qin orqali ko'riladigan. Xuddi shu datchik orqali kirib, uni yo'naltiruvchisi bor, perihodniki, shu orqali juda ham kichik bo'lgan. Mana shu shpritsning ignasi bilan deyarli bir xil bo'lgan kichik ignalarda tuxum hujayralar terib olinadi. Sizni tanangizda yoki tashqi tomonda hech qanday jarohatlar bo'lmaydi. Buni lazerli operatsiya deb ham bo'lmaydi. Bu endoskopik usulda bajariladigan, sizda hech qanday jarohat qoldirmaydigan, hech qanday deyarli asorat qoldirmaydigan amaliyot hisoblanadi. Qo'rqmasligingiz mumkin. Yana qo'rqadigan jihati bor. Juda ham ko'p oilalar buzilib ham ketdi buning orqasida. Xo'jayiningizda spermatozoidlari bor, juda ham kam miqdorda yoki aziz spermiya, operatsiya qildik, urug' topdik. Eko qilib farzandli bo'lishingiz mumkin desak, o'sha kuni shundoq borib ko'chlarni yig'ishtirib ketgan ayollar bo'lgan. Nega? Ulardagi noto'g'ri tushuncha, hattoki ba'zi doktorlar shu noto'g'ri tushunchani bergan. Sen agar eko qiladigan bo'lsang, tabiiy farzandli bo'lmaysan. Eko agar o'xshamaydigan bo'lsa, qaytib sen tabiiy yo'l bilan farzandli bo'la olmaysan degan juda ham noto'g'ri tushunchani berishadi. Eshitganmisiz? Eshitganman va har kuni konsultatsiyalarimiz jarayonida shu narsa bilan to'qnash kelamiz. Avvalambor konsultatsiyalar jarayonida mana ozgina ranjitadigan bir narsa bor. Bu konsultatsiyaga kelganda er-xotin bir-birini aybini qidirib boshlaydi. To'g'ri. Bepushtlik bu eri yoki ayolini aybi emas. Bu bir oilani, bir juftlikka muammosi va bu juftlikka ikkalasi baravar yondoshishi kerak deb o'ylayman. Bepushtlikni muammosini, masalasini, sababini yengib o'tishga. Eko amaliyoti uchun demak ko'rsatmalar bor. Eko amaliyotiga biz o'zimizdan o'zimiz olmaymiz. Ya'ni qaysi holatlarda biz eko amaliyotini bajaramiz? Qachonki tabiiy ravishda homiladorlik olish ehtimolimiz bo'lmasa, xuddi aytib o'tganingizdek, azospermiya tashxisi, oligosteroteratozoospermiya og'ir darajali lecheniya qildi, yildan yilga lecheniya qilib kelyapti, natija bo'lmayapti. Shu holatlarda yokida deylik, misol uchun ayollarda bachadon naylari yopiq. Ikkala tomondan o'tuvchanlik yo'q, isitmik qismida. Ya'ni mana bachadon bo'ladigan bo'lsa, yelkalaridan yopiq, nayla yopiq, homiladorlik olish imkoniyati hech qanaqasiga mavjud emas. Ya'ni eko amaliyoti tavsiya etiladi. Yoki olib tashlangan. Olib tashlangan. Yoki mana misol uchun polikistoz tashxisi bor. Yillar davomida lecheniya qilishadi, lekin ovulyatsiya yuzaga kelmayapti. Ya'ni ichkaridan urug' hujayra chiqmayapti. Shu holatlarda biz majbur bo'lamiz follikulni yormasdan turib ichidan olib olishga va xo'jayinning urug'i bilan urug'lantirishga. Endi shunaqa bir jiddiy muammo bor ekanki, biz eko amaliyotiga nima qilyapmiz, jazm qilyapmiz, harakat qilyapmiz eko amaliyoti uchun. Lekin agardiki erkak kishida shu imkoniyat tabiiy ravishda bo'lish ehtimoli bo'lmasa, ayoliga eko o'tkazsak, eko amaliyotini, bu ayol kishi keyinchalik hayotda har qanaqasi bo'ladi. Boshqa turmushga chiqishi bor, ajrashib ketishi bor. Bu ayolni organizmiga, holatiga va keyinchalik farzand, tabiiy yo'l bilan farzand ko'rish imkoniyatiga hech qanaqa ta'sir etmaydi. Demak, eko jarayonini ayol kishi boshdan o'tkazdi, homiladorlik yuzaga kelmadi, qanaqadir taqdir taqozosi bilan bu juftlik ajrashdi, ayol
xohlasa sog'lom erkakka turmushga chiqsa tabiiy farzandli bo'lishi mumkin. Eko o'tkazgan bo'lsa ham. Shunaqa. Mani praktikamda shunaqa patsientlar bo'lgan, uzoq yillik bepushtlik bilan aytib o'tganimizdek haligi oilada kelishmovchiliklar bo'lgani sababi eko amaliyoti uchun kelishgan. Ekoga kelgandan keyin punksiya qilib urug' hujayralarini terib olganmiz, embrionlar hosil bo'lgan. Endi bepushtlikni psixologik omili ham bor-da. Menda bo'lmayaptimi, menda bo'lmas ekan degan narsa fikrida juda ham qattiq joylashib qoladi ba'zi bir patsientlarimizda. Va anta embrionlar hosil bo'ldi, bolalarim bor ekan degandan keyin shu psixologik tomondan biroz tinchiganni hisobiga embrionni ekib o'tishgacha yetib bormagan bemorlarimiz bor. Tabiiy homilador bo'lgan patsientlarimiz bor. Demak, hurmatli tomoshabinlar, ayolni ota-onasi, ayolni yaqinlari, nimaga bunaqa deb aytyapman? Hozir sizlarga ta'kidlab ketaman. Meni qabulim xuddi ba'zi holatlarda sudga o'xshab qoladi. Sud. Erkak kishi keladi, ayoli keladi. O'zi ikkalasi bitta oila, bitta organizm, bularga tashqaridan aralashmaslik kerak aslida. Mutlaqo haqqi yo'q boshqalarni aralashishga. Bular qaror beradi. Yashaydimi? Balki farzand kerak emasdir bularga. Balki bir-birini sevar. Balki farzandni Alloh taolo necha yilda bersa ham shunga yashamoqchidir. Ba'zi respekt oilalar bor. Men bundoq ko'ramanda yo'q, ayol kishida mutlaqo zaxira yo'q bo'ladi, nol bo'ladi yoki erkak kishida azospermiyani og'ir formasi bo'ladi, mutlaqo operatsiyalarda ham urug' topilmaydi. Mana shu holatda ham ayol aytadi. Biz faqat farzandli bo'lish uchun turmush qurmaganmiz. Biz bir-birimizga oxirigacha har qanday sinovlarda birga bo'lish uchun turmush qurganmiz deb farzand bermaslik bu Alloh taoloning hukmi bilan bo'ladi. Demak, bu sinovga biz tayyormiz deb ketishadi. Lekin ba'zi oilalar bo'ladi, 1 yil, 2 yil bo'lmagan hali turmushga eko-iksi jarayonni amalga oshirsa farzandli bo'lishadi bular. Hattoki tabiiyga ozgina harakat qilsa ham farzandli bo'lishadi. Lekin qizni ota-onasi keladi, yana opa-singlisi ham qo'shilmasa agar, yigitning ota-onasi keladi, yigit tomon qizni ayblaydi, qiz tomon yigitni ayblaydi. Bunday va stop deyman. Bular ikkalasi bitta organizm. Bular ikkalasi bitta organizmki, bunda ayb degan narsa yo'q. Muhimi farzandli bo'la olish imkoniyati bormi yoki yo'qmi? Bormi? Ha, bor. Demak, harakat qilish kerak. Va bu harakat qilishiga sizlardan bitta narsa halal bermanglar deyman. Sizlar halal bermay tursanglar bo'ldi. Bular farzandli bo'ladi. Chunki ota-onasi aytadi, "Yo, meni qizim eko o'qimaydi." Shunaqa. Kechirib qo'yasiz. Sizni qizingiz emas endi bu. Buni hasmi haloli. Qo'pol qilib aytganda, mana shu qizingiz o'lib qolsa ham o'ligi mana shu yigitniki olib borib ko'madi. Chunki nikoh o'qitilganda aytgan, menga kasali ham, sog'ligi ham, tirigi ham, o'ligi ham meniki degan. Bo'yniga olganda men erkak kishi. Bu ayol ham aytgan, men hamma narsamni shu erkakka bag'ishladim degan. To'g'rimi? Mana shu hayotni haqiqiy niyatini to'g'rilab olsa, mana bu qizni ota-onasi ham niyatini to'g'rilab olsa, shu maqsadga erishish yana ham yaqinroq bo'ladi. Bularga psixический ataka qilmasa, agar psixik eko qilsan, ekoing o'xshamasligi mumkin. Shu safar o'xshamasa ajrashib ketasansa o'xshamaydi. Chunki psixik omil birinchi o'rinda turadi. Qiz stressda turadi, o'xsharmikanmanda. Stress omillari bo'lgandan keyin hech narsa o'xshamaydi. Qo'pol qilib aytganda, bachadonga solingan embrionni ushlab qolish tugul, stressda bo'lsangiz yegan ovqatingiz hazm bo'lmaydi, oshqozon og'riydi. Stressda hech kim ovqatlana olmaydi. Hattoki stressda och bo'lsangiz ham oshqozon ovqat qabul qilmaydi. Xuddi shunaqa narsa bachadona. Lekin shu xuddi sud jarayoniga o'xshaydi. To'g'rimi? To'g'ri. Bilasizmi, misol uchun patsientlar kelishadi konsultatsiyada, endi birinchi eko amaliyotiga kelishyapti. Birinchi beradigan savoli Nozmizanjinni, agar shu safar o'xshamasa-chi deb. Men aytamanki, agar o'xshamasligini o'ylayotgan bo'lsanglar, undan ko'ra eko boshlamanglar deyman. To'g'ri. Chunki agardiki mashdiylarda sizlarda bu safar bo'lmasa-chi, o'xshamasa-chi, keyingi safar qanaqa bo'ladi deb fikr bilan boshlaydigan bo'lsanglar, unda aytganingizdek aniq bo'lmaydi. Undan ko'ra boshlamanglar deyman. Bilasizmi, shunaqa holatlar bo'lgan patsientlar orasida
Demak, ikkita patsientni bir kunda stimulyatsiyasini boshlaganman, ikkita ayolni. Bitta ayolimizda tuxum donda zaxira juda ham yaxshi. Juda yaxshi, lekin kelgan kunidan boshlab bo'larmikin, bo'larmikin degan savollar Ikkilanishlar ko'p bo'lgan. Ikkilanish va bu ikkilanishlar shuncha gapirganimga qaramasdan har konsultatsiyadan konsultatsiyaga bu savollar berilaverilgan. Ikkinchi patsientkamizda tuxumdonda zaxiralari juda ham kam bo'lgan va har endi stimulyatsiya qilayotganimda patsientni o'ziga ko'rsatib stimulyatsiya qilaman. Mana shuncha bu tuxumdoningizda shuncha follikul o'sib yetilyapti, bu tuxumdoningizda buncha degan informatsiyani berib o'taman. Haligi ikkinchi ayolimizda zaxira kam, bor yo'g'i 3 ta 4 ta urug' hujayra yetilyapti. Shu informatsiyani beryapman. Haligi patsient bilasizmi, aytyaptilar aka, Nozma Zaynidina, xudo emassiz-ku, siz ham qo'lingizdan kelgan harakatni qilyapsiz. Biz bu uchun sizga minnatdormiz deyapti. Endi punksiyasi keldi, haligi ikkita ayolimizning punksiya jarayoni. Ishonasizmi, haligi bo'larmikin deyotganimda shuncha urug' hujayrada kiraman, urug' hujayradan follikulni ichidan hujayra chiqmaydi, kiraman, chiqmaydi. Zo'rg'a yuvib, chayib haligi kerakli hujayralarni to'plab oldim. Haligi ikkinchi qizimizning punksiya amaliyotlariga boryapman, 7 ta urug' hujayra chiqdi shu qizimizda. Kiryapman, yuvishga, chayishga ehtiyoj yo'q. Chiqyapman, hisoblab ketishyapti, embriologlar hisoblab turishadi bizda. Endi 1, 2, 3, 4 deb ketma-ketiga hisoblayapti. Ya'ni bu fikrlar, bizani fikrlarimizni, ong ostimizdagi bo'lgan narsalar bizani hayotimizga, bizani qilayotgan amaliyotlarimizga ta'siri juda ham katta. Yuqorida aytib o'tdingiz, haqiqatdan mana kimdirlar 2 yil yashamasdan turib aralashishlar sababli ajrashib ketishadi deysiz. Bilasiz, ko'p chet davlatlarda malaka oshirdim va bilasizmi, ularda homiladorlikka aytganingizdek farzandga bo'lgan e'tibor birinchidan birmuncha bizanikidan farq qiladi. Er-xotin kelishadi va aytganingizdek er-xotin muhokama qilishadi. Agardiki erda o'zini urug' hujayrasi bilan tabiiy homiladorlik yoki eko orqali homiladorlik ololmaslik ehtimolimiz ham bor. Shu holatlarda ham yo men ayolimni sevaman, biza farzandsiz bo'lsa ham turmush qilishga tayyormiz deyshadi yoki shu muammolar ayol kishi tarafdan ham bo'lishi mumkin. Ya'ni eko XY amaliyoti orqali yordam bera olmaydigan holatlarimiz, shunaqa juftliklar ham bor. Ularning munosabati sal yengilroq. Bizda aytib o'tganingizdek, ota, ona, qaynota hamma kelishga harakat qiladi va konsultatsiya jarayonida men iltimos qilgan bo'lardim. To'g'ri, har bittamizni farzandlarimizga ichimiz kuyadi, achinamiz, bir hayotligida aktiv nima deydi, o'z o'rnimizni ega bo'lishini xohlaymiz. Lekin konsultatsiyada mana qaynotalar kirishadi, ayollardan shunaqa savollar berib so'raymanki, misol uchun haligi qaynotani oldida javob berishga kelin uyaladi. Oldida o'tirishadi, hayz siklini so'raymiz, kechirasiz u hafta davomida misol uchun necha marta aloqa bo'layotganligi haqida informatsiya olamiz. Vaholanki shunaqa holatlar bo'lgan, kuzatganmiz, o'zingiz patsientlaringiz kirishganda jinsiy aloqa yo'q. Chunki erkak kishida biroz quvvatlari pasaygan, bir oyda bir marta bo'ladigan holatlari ham bo'ladi. Unda homila farzand qatdan bo'lsin. Kelin gapira olmaydi shuni. Chunki ota-ona turadi va bizani ham shu borada noto'g'ri o'y, fikr, xayolga borishimizga boradi-da, misol uchun. Shuning uchun iltimos qilgan bo'lardim. Ozgina o'z farzandlarimizga ishonch bildirishli va sizga yetolmagan joylari bor, yetolmagan jihatlari bor. Konsultatsiyadan keyin kirib informatsiya olsanglar, menimcha yana ham samarasi yuqoriroq bo'lardi. Stress omili birinchi o'rinda bo'lganligi uchun boshqa eko markazlardan farqli o'laroq men eko boshlamoqchiman deb kelgan oilaga ham birinchi qo'yadigan shartim bor. Buni bizda eko jarayonini amalga oshirgan bemorlarimiz juda yaxshi bilishadi. Birinchi o'rinda eko mablag'ini, eko amaliyoti, misol uchun bugungi kunda bizda hozir may oyida turibmiz, 26 million so'm eko XY amaliyot. Boshqa eko markazlari ham faqat eko narxini aytishadi xolos. Eko nechi pul desa 26 million so'm bo'ldi. Men aytaman ularga,
Eko 26 million so'm. Plus dori darmon, plus analizlar. 5 ming, 6 ming dollar atrofida mablag' tayyorlang. Eko 26 million so'mdan 26 million so'm arang tayyorlab kelsangiz, yarmiga bormasdan pulingiz tugaydi, stressga tushib qolasiz deyman. Qayerdan pul topsam ekan? To'xtatay desam yarmiga keldim. Shunda oilaga borib muhokama bo'ladi. Pul tugadi. Shuncha pulga ham bo'lmadimi? Hali yarmiga bormadingmi deb turib, yarmida to'xtatib eko jarayoni ajrashib ketgan oilalar ko'pda. Men aytaman, birinchi o'rinda mana buncha mablag' ketadi o'rtacha. Buni tayyorlang. Hech kimdan qarz olmang. Agar pulingiz yo'q bo'lsa, eko qilmang. Keting, mablag' to'plab keling, ishlab keling, ishlab kelib keyin qiling. O'rtacha qora ishda ishlaydigan odam ham 1 yil chetga chiqib yoki O'zbekiston sharoitida yaxshilab 1 yil ishlasa, to'plasa, mana oiladan tashqarida qilib to'plasa, 1 yilda eko xarajatlarini to'play oladi. Shunaqa. Oldin bu boshqa davlatlarga borib qilingan holatlarda yoki bizda O'zbekistonda eko markazlari kam bo'lgan holatda 10 ming, 15 ming, 20 ming dollarlab sarflashgan bitta eko uchun. Hozir juda ham qulay bo'lib qoldi. Chet eldan arzon, natijalari chet eldan yaxshi. Chet elga eko qilgani borsa, masalan, men o'zim Turkiyada o'qigan vaqtimda o'sha 15 kun, 1 oyda ichida ham stimulyatsiya qilib, ham ayoldan tuxum hujayrasini terib, ham X'ni amalga oshirib, ham shu oyi o'zida embrionni qo'yib samolyotga chiqazib yuborishadi. Shunaqa. Bu holatda na ayolni podgotovka qilish imkoniyati bor, chunki ketib qoladi. Bular ozgina muddatga kelgan yoki uzoq muddat qoladigan bo'lsa, ekoga mablag' qolmaydi. Med turizm bu. Buni ular yaxshi biladi. Juda ham ko'p bemor yo'qotib qo'yib, oxiri yo'qotmaslik uchun 1 oyda ichida hamma narsani amalga oshirishga o'rganib qolishgan. Bizda O'zbekistonda juda ham qulay. Yaqin, o'zini mamlakatida keladi, siz mana ko'rasiz, ayolning organizmi tayyor emas ekan. Qon tahlillarida mana bu ko'rsatkichlar yaxshi emas. Bu bilan homiladorlik bo'lsa ham yashab ketmaydi. Tushib qoladi, 4 oyda o'sishdan to'xtaydi, 1 oyda, 4 haftada, 8 haftada yokida aytasiz, ayol bachadoni tayyor emas eko jarayoni uchun. Buni tayyorlash kerak. Mana bu operatsiyalarni amalga oshirish kerak yoki mana bu vitaminlarni berishimiz kerak. Men bilaman, sirazi boshlagan eko bemorlaringiz juda ham kamda. Albatta podgotovka yo'q ham deydi. Podgotovka bilan olasiz. Shuning uchun natijalaringiz juda ham fantastik darajada. Mana eng og'ir bemorlar bilan ishlasangiz ham natijalaringiz 70% dan tushib ketganini ko'rmaganman. Buni asosiy sababi shu bemorga individualni yondoshib. Hamma bemorga bir xil emas. Hamma eko bemor bir xil ketmaydi sizda. Hamma eko bemor bilan alohida ishlaysiz. Tekshiruvlarni podrobni ko'rasiz. Va u tekshiruvlari bo'yicha mana boshqa eko markazida 10 ta tekshiruv ko'rsa, siz 30 ta tekshiruv ko'rasiz. Va buni ular to'g'ri tushunish kerakki, bu 30 ta tekshiruv ko'rishdan maqsad sanda eko qilib bo'ladimi? Eko qilinsa samaradorligi necha foiz bo'ladi? Agar samaradorligi past bo'lsa, buni ko'tarib bo'ladimi? Shu savollaringizga to'liq javob olib, keyin bu ayolni podgotovka qilib tayyorlab eko jarayoniga, keyin eko jarayoniga olasiz. Bu jarayonda 3 tadan bitta bemorni yo'qotib qo'yishingiz ham mumkin. Siz shu bemorni yo'qotib qo'yishdan ham qo'rqmaysiz. Sizga asosiy maqsad bu joyda bemorni ushlab eko amaliyotiga olish emas, asosiy maqsad natija bo'lganligi uchun, niyatingizda birinchi o'rinda natija turganligi uchun O'zbekistonda rekord darajadagi natijalarda ishlab kelayotganligingiz aniq, to'g'rimi? Xudoga shukr. Haqiqatdan misol uchun mana aytganingizdek chet davlatlarga borganda, misol bizani mintaqamiz uchun bir qanaqadir kasalliklar yoki holatlar bor. Ya'ni mana butun O'zbekiston ahli uchun qalqonsimon bez patologiyasi bu endemik patologiya deb hisoblasa bo'ladi. Nimagaki bizda yod tanqisligi juda ham yuqori. Afsuski har bitta patsientlarimizni shuni ongli ravishda anglab yod qabul qilishmaydi. Kelishganda juda ham katta defitsit holatida kelishadi. Ya'ni qalqonsimon bezlarni gipofizda TTG gormonimiz ishlab chiqariladi. Yuqori ko'rsatkichlar bilan kelishadi. Shu yerda aytib o'tmoqchimanki,
mana qalqonsimon bezi o'zida muammo bo'lishi mumkin, gipofiz bezimizda muammo bo'lishi mumkin, misol uchun, yokida yod yetmasligini hisobiga bo'layotgan kasallik bo'lishi mumkin. Bu holatlarda har xil holat. Bitta qalqonsimon bezda gormonlarida o'zgarish, demak, har xil holatda isboti bo'lishi mumkin. Endi bu 3 xil holatda 3 xil har xil yondashuv. Bitta dori bilan uchala patologiyani davololmaysiz. Endi chet davlatlariga borilganda darhaqiqat bu narsalarga katta ahamiyat qilinmaydi. Chunki Turkiyaning o'zida ham dengiz bor, yoddan tanqislik yo'q yoki insulin Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sog' yoki bizani ayollarda afsuski juda ham ko'p kuzatamiz, insulin rezistentlik holatlari kuzatiladi. Bizani mintaqa uchun bu juda ham ommalashgan narsa. Yevropa bilan, Turkiya bilan bizani ayollarni bir o'rinda ko'rib taqqoslab bo'lmaydi. Chunki bizani noto'g'ri ovqatlanishlarimiz, chuqur defitsitlarimiz hammasi organizmga ta'sir etadi va uni nisbatan yaxshi holatga keltirmasdan turib eko amaliyotiga olish bu juda ham ma'nisiz deb o'ylayman, befoyda deb o'ylayman. Shuni hisobiga yoki mana deylik oddiy bir ko'rsatkichlardan bittasi bu gomotestin ko'rsatkichi. Men bilamanki, ayni reproduktologlarimiz umuman bu narsaga ahamiyat qilmaydi, lekin homilani kichkina srokida o'smay qolishi, qayta homilani tushish sabablaridan bittasi bu yo genetik ravishda, demak, vitamin B guruhi so'rilmaydi, yoki ayollarimiz qanaqadir diyetalarda o'tirib, o'sha vitamin B guruhi qabul qilinmaydi. Oddiygina vitamin B gruppasi bilan muammoni hal qilib yechib chiqib ketsa bo'ladigan holatlar bor-da. Shuni hisobiga to'g'ri, bizi eko amaliyoti 100% emas, lekin 100% bo'lmaganiga yarasha o'sha xatabi bor foizni ushlab qolishga harakat qilishimiz kerak. Bu narsalar demak tushib borishiga sabab bo'ladigan ko'rsatkichlar va uni xatabi o'sha bor urovingda saqlab qolish uchun harakat qilganimiz uchun biz risklarni kamaytirishga harakat qilamiz. Bo'lmaslik ehtimolini pasaytirishga harakat qilganimiz uchun biz har bitta analizga alohida e'tibor qilamiz, har bitta ko'rsatkichga alohida e'tibor qilib, buni korreksiyasini to'g'ri qilib ketishga harakat etamiz. Mana bemorlardan juda ko'p kelgan savollar bor. Eko jarayonni amalga oshirdik, homilador bo'ldik, lekin 4 haftada tushib qoldi. Yoki 2 oylikka borib o'sishdan to'xtab qoldi. Buni eng asosiy sabablari nima? Sabablari ko'p. Demak, o'zi keling, homilani qayta tushish sabablarini ozgina eslab o'tamiz. Demak, bu birinchi navbatda yaqin qarindoshlar orasida bo'lgan juftliklarimizda kuzatiladi. Men har safar yaqin qarindoshlik kelganda bir ichimda nima desam ekan, g'alati his o'tadi, chunki haligacha ham bizda bor qarindoshlar orasida turmush nikoh qurish holatlari. Nimagaki genetik muammo, ya'ni o'sha bo'lgan homilada genetik muammo bo'lish ehtimoli katta. Bu birinchi sabab. Ikkinchi sabab bu demak genetik muammolarga yosh ham olib kelishi mumkin, ta'sir etishi mumkin. Chunki tashqi ko'rinishimiz qanchalik chiroyli, yosh ko'rinmagani bilan bizani urug' hujayralarimiz erkakda bo'ladimi, ayolda bo'ladimi, bizani pasportdagi yoshimizga teng. Shuni hisobiga ba'zi bir patsientlarga aytib o'tmoqchimanki, ko'pchilik vaqtini orqaga cho'zib, juda ham ko'p vaqt yo'qotib kelishadi. Sizni homiladorligingizga, ya'ni o'sha homila o'sib ketishiga yoshingizni juda ham katta ahamiyati bor. Iloji boricha vaqtdan boy bermasdan kelishlarini tavsiya etib o'tmoqchiman shu joyda. Bu ikkinchi omil. Yana bitta omillardan bittasi bu demak bachadon nuqsonlari. Ya'ni ikki shoxli bachadon bo'lishi mumkin, dismorfniy matka deymiz, ya'ni perigorodkalar bo'lishi mumkin, sidlovidniy bachadon deymiz. Bu holatlari norma holatlari, lekin bu norma holatlari homilani nisbatan tushish ehtimolini oshirib beradigan holatlar. Hatto ayol kishi uchun bu variant norma bo'lishi mumkin dismorfniy bachadonlar. Ikki shoxli bachadon demak homila tushishi ehtimolini nisbatan oshirib beradigan omillardan bittasi.
Yana bitta sabablaridan bittasi demak bu gormonlarimizdagi bo'lgan buzilish, o'zgarishlar. Ya'ni deylik, o'sha qalqonsimon bezdagi bo'lgan muammolar homilamizni bir kishi implantatsiya deymiz, implantatsiyani bachadon joylashishiga ta'sir etadi va homiladorlik yuzaga kelgandan keyin ham tushish ehtimolini oshirib beradigan omillardan bittasi. Yana va bitta judayam nima deydi, muhim faktor bu qon ivishidagi bo'lgan muammolar. Ya'ni quyuqligi. Albatta. Ba'zi bir patsientlarim bilishadi, обязательно albatta trombofiliya yoki mutatsiya falatnova sikliga tekshiringlar deb aytaman, chunki bu arzon tekshiruvlar emas, lekin bu men shuni istaganim uchun, bu meni ehtiyojim bo'lgani uchun emas. Men qo'lligiga sog'lom farzandni olib olishi istaganim uchun, demak, bu amaliyotlarga yo'naltiraman bemorlarni. Nimagaki, qon ivishda muammo bo'lsa, tasavvur eting, ya'ni to'planib qolish, har xil mikrotromblar paydo bo'lish ehtimoli bor. Tasavvur qiling deyman, patsientlarga oddiy tushunarli qilib misol qilib keltirishga harakat qilaman. Hammamiz eslaymiz, kimdadir yoshligimizda, kimdadir shu holatgacha, mana bizning uyda ham haligacha ham rayhon, qalampirlar ekiladi, aru tortiladi. Va shu aru orqali sug'aramiz ekinlarimizni. Bir kun nima ham bo'ldi deng, o'sha shlankani og'zi bekilib qolyapti, bir nima bilan to'silib qolyapti yoki arug'imizga kelib qolyapti, tosh qo'yib to'sib qo'ysangiz, demak suvdan, oziqadan xoli bo'ladi, to'g'rimi? Va bir haftaga bormasdan bu ekinlarimiz qurishga tushadi. Chunki oziqa va suv yetib bormayapti. Endi qon ivish proseslarida muammo bo'lsa, o'sha mayda qon tomirlarimiz ham bitib boshlaydi. Bu gomotsistin ko'rsatkichi ko'pincha tekshirishimning asosiy sabablaridan bittasi shu bo'ladi va koagulogrammaga alohida e'tibor qaratganimizning sababi ham shu. Demak, bu holatlarda mayda tromblar qon mayda tomirlarni yopib qo'yadi va bizani homilaga embrionga qon yetib bormaydi, ozuqa yetib bormaydi. Shuni hisobiga homila tushish ehtimoli nisbatan oshadi. Bu juda ham kichik narsa deb ko'pchilik e'tibor bermaydi. Eko jarayonni amalga oshirdim, homilador bo'ldim, juda ham xursand. 4 haftada, 8 haftada, ana bor 3 oylikda homila o'sishdan to'xtadi. Demak, noto'g'ri tushuncha bo'ladi. Demak, ekodan hosil bo'lgan farzandda tushish xavfi yuqori ekan degan tushuncha hosil bo'lib qoladi. Bu aslida siz aytib o'tgan genetik muammolar, qarindoshliklar, qon bilan bog'liq bo'lgan muammolar, gormon bilan bog'liq bo'lgan muammolar, mikroelementlar bilan, vitaminlar bilan, bachadonni ichki holati bilan, anatomik tuzilishi bilan bog'liq bo'lgan holatlarga bog'liq ekan. Afsuski buni avvaldan ko'p holatlarda tekshirishmaydi. Bir marta eko jarayoni o'xshamagandan keyin ana endi bularni tekshirsakmi ekan degan narsa bo'ladi. Buni iloji boricha avvaldan tekshirib amalga oshirib ketilsa, maqsadga muvofiq erishilgan natija bardavom bo'lib, 9 oyda sog'lom farzandni qo'lga olishni bir kafolatlangan bir yo'li hisoblanar ekan. Endi hozir yuqorida aytib o'tgan omillarim asosan bu ayol kishi tarafidan demak sabab bo'lishi mumkin bo'lgan omillar. Bilamizki, erkaklarda ham shunaqa holatlar bo'ladi. Ya'ni DNK fragmentatsiya degan ko'rsatkichimiz bor. O'sha to'g'risida ham kuzatuvchilarimizga ozgina informatsiya berib o'tsangiz, nima uchun biz aytib o'tganingizdek, nafaqat ayol kishini ba'zi bir holatlarda oldindan erkak kishini ham tayyorlashimiz kerak bo'lganligi haqida. Erkak tomonidan birinchi o'rinda eko qilinishi kerak bo'lgan holatlar bo'lib, juda ham kech kelayotgan, juda ham vaqtini tabiiy homiladorlikka behudaga sarflagan, qo'pol bo'lsa ham aytaman, mablag'ini behudaga sarflab kelgan bemorlar bor. Bular qaysilar? Siz shuni biling, globozospermiya degan kasallik bor, uni protsentlari bor, darajalari bor. Yengil, o'rta, og'ir darajasi bor globozospermiyani. Globozospermiyada tabiiy homiladorlik kuzatilmaydi. Lekin bitta oraliq nuqta bor, globozospermiyani oddiy spermogramma ko'ra olmaydi. Shunaqa. Oddiy spermogramma ko'rishadi. Misol uchun bizda 90% urug'ni topshirishadi, kichkina mikroskopda oddiy ko'rishadi. Globozospermiya degan tashxisni
Men 2023-yilgacha O'zbekistonda ko'rmaganman. 2022-2023da globozospermiya deb tashxis qo'yishni boshlash. U ham qachon? Embrion mikroskopda, kattada ko'rganda globo boshlari shar shaklida bo'lgan spermatozoidlar. Mana shular kech keladi. Bular 1000 yil yashab qo'ysa ham farzandli bo'lmaydi tabiiy. Bular eko yo'li bilan farzandli bo'ladi. Bular albatta boshida tashxis qo'yilsa edi, oradagi umid, ishonch, oila buzilmasdan turib, eko yo'li bilan farzandli bo'la olardi. Zotan tabiiy yo'l bilan farzandli bo'la olmaydi. Ikkinchi turi azospermiya. Urug' foizlari mutlaqo 0. Lekin davolanib yuribdi. Azospermiyada 99% holatda davolanishning foydasi yo'q. Davolanish mutlaqo befoyda. Azospermiyada varikoselektomiya operatsiya qilib, shundan tabiiy homiladorlikka erishgan bemor yo'q. Varikoselektomiya, varikoseling bor ekan, seni urug' yo'llaringni to'sib qo'ygan, tomirlaringga bir narsalar turib qolgan, to'rchi infeksiyang bor ekan, yo'lingni to'sib qo'ygan, bu to'siqlarni, mobilicheniyalarni olasan, massaj qilaman, prostatina fizioterapiya qilaman. Shu bilan bemorni mayli vaqtini o'g'irlasin. Mayli mablag'ini o'g'irlasin. Qo'shtirnochidagi mutaxassis. Eng kerakli narsa bemor umidini o'g'irlab qo'yadi. Shundoq qo'limni tashlaganman Shahboz aka deydi, 15 yil bo'ldi deydi. Shundoq qo'limni tashlaganman, 5 yil davolandim, umidim qolmadi. Qolgani Allohdan ekan deb tavakkal qilib qo'limni tashlab qo'yganman, boshqa harakat qilmadik deydi. Lekin vaholanki ko'rsangiz bemorda azospermiya operatsiya qilsangiz urug' chiqadigan holat, eko qilsa farzandli bo'ladigan holat. 15 yil oldingi mutaxassis, qo'shtirnochidagi mutaxassis, doktor, janob doktor shunga to'g'ri yo'l ko'rsatganda edi, farzandi 14 yosh bo'lar edi deyman. Bunga javob beradi. Javobgarlik bor ikkala dunyoda ham. Endi yana bir holat bor, igna bosh degan erkaklarda. Igna boshda ham darajalari bor. Spermatozoidning boshi bo'lmaydi. 1-2% boshi bor spermatozoidlar bo'lsa ham mana shundan eko X qilib ota bo'lish mumkin. Tabiiy ota bo'la olmaydi. Bularda hammasida harakati zo'r bo'ladi, spermatozoidlar soni zo'r, protsenti zo'r bo'ladi, lekin boshi yo'q bo'lganligi uchun tabiiy homiladorlikka erishib bo'lmaydi. Yana erkaklarda morfologiya degan narsa bor. Morfologiya degani bitta odamni ko'rdingiz, tashqi tomondan ko'rdingiz. Bitta boshi, ikkita qo'li, ikkita oyog'i bor. Bu tashqi tomondan sog'lom deb o'ylaysiz. Spermatozoidlari 100% morfologik nosog'lom odamlarni ham morfologiyasini ko'rmasdan turib, protsentini o'ziga qarab tur, mana noto'g'ri shuncha bor. O sizga 70% ekansiz, va menda farzand bo'ladi, men sog'lom ekanman deb yuradi. Morfologiyasi degani bitta odamda ko'rsangiz ikkita boshi bo'lsa, u sog'lommi odam? Nosog'lom, morfologik nosog'lom. 4 ta qo'li bo'lsa yoki bitta oyog'i bo'lsa, u odam nogiron-ku. Spermatozoidlarning ham 100% nogiron spermatozoidlar bor, lekin tirik, harakatli. Shu tirigiga, harakatiga ishonib, oddiy spermogrammada morfologiyasini baholasha olmaydi. Ba'zi bir joylar yolg'on yozadi morfologiyani. Morfologiya 80%, 30%, 60%, maksimal morfologiya men 7-8% ko'rganman. O'zbekiston, Markaziy Osiyo territoriyasida 4 morfologiya ko'rsam 4%. Xursand bo'lib ketaman. Bu juda kam. Prosta tag yozgan sifrlarga ishonib qolib, umrini tabiiy homiladorlikka erisha olaman deb o'ylab o'tkazayotgan oilalarimiz bor. Bular tabiiy homiladorlikka erisha olmaydi. Bular eko X yo'li bilan farzandli bo'la oladi. Yana bir og'riqli nuqtamiz bor. Eko X jarayonini oxiriga surishadi. 5 yil, 10 yillab harakat qiladi, kerak bo'lsa ajrashib ketadi, farzandli bo'lmaydi, boshqa uylanadi, keyin eko X qildirgani keladi. Vaholanki shuni boshida qildir, buni yomon tomoni yo'q. O'zing farzandli bo'lasan, tez farzandli bo'lasan. Eko X markazlarini hammasi ham hamma kelgan bemorni bo'ldi, eko X qilamiz deb ovurmaydi. Vijdonli eko markazini topib bor, tabiiy imkoniyati bo'lmasagina oladi. Tabiiy imkoniyat yo'q senda. Seni eko qilishimiz kerak deb oladi. Shunda tez farzandli bo'lasan. Mablag'ing ham joyiga sarflanadi. Harakating ham, vaqting ham, umiding ham. Lekin bular nima qilishadi? Vaqt o'tkazishadi. Ichgan noto'g'ri qabul qilingan, noto'g'ri diagnoz qo'yilgandan keyin noto'g'ri dori-darmonlar qabul qiladi. Bilasizmi? Va bular og'irlashtiradi vaziyatni. Shunaqa holatlarni guvoh bo'lamizki, 13-14 yillik birlamchi bepushtlik bilan kelishadi, tabiiyga harakat qilamiz deb.
13-14 yillik ichida tashxis qo'yilmagan patsientlarimiz ham Albatta, bor. ko'p. Afsuski, bunaqa patsientlar juda ham Juda ko'p. ham ko'p. Mana shular yosh o'tkazib keladi-ku. Erkaklarda yosh o'tkazib kelgandan keyin siz necha yoshsiz deyman? 45 yosh. Siz 45 yil haydalgan Jigulisiz. Sizni yuzga chiqarish qiyin masala. Chiqasiz, kuchanib chiqasiz. Va shu 25 yoshda kelsa, 26 yoshda kelsa, aniq tashxis qo'yilsa, undan chiqadigan spermatozoid hujayrasi sifatli bo'ladi. Yosh bo'ladi. Qanchalik erkakda ham yosh o'tsa, shunchalik ularda ekoni o'xshash imkoniyati tushib boradi. O'shaning uchun vaqtida kelish, vaqtida eko amaliyotini amalga oshirish tavsiya qilinadi. Va keldimi, men eko X jarayoniga olishdan avval spermatozoidlar morfologiyasi bo'yicha, martesi bo'yicha, DNK fragmentatsiya indeksi bo'yicha, ularni AZF faktorlari, genetik faktorlargacha qarayman, bilasizmi? Bilaman. Mana shular tekshiraman, mana shular normada bo'lsa keyin ekoga olaman. Bularni normaga keltirmasdan turib eko boshlayman degan juftliklarni eko qilmayman sizga deb chiqazib yuborgan. Chiqazib yuboraman, chunki buni muvaffaqiyatsiz yakunlanishini bilib turib, men bilyapman. Bemor tushunmayapti. Bemor tushunishi shart emas uni. Men bemorga tushuntira olishim kerak. Men bemorga tushuntira olmadimmi, bemor qaysarlik qilib, "Yo'q, eko boshlaymiz. Bularni normaga keltirmaymiz. Vaqt yo'q" dedimi, bemorga javob berish kerak bo'ldi. O'zingiz bilasiz endi. Qarang, eko amaliyotiga olishdan oldin eko X amaliyoti 100% samaradorlik bermaydigan patsientlar bormi sizda? Bor. Misol uchun, kimni ayta olaysizki, mana sizlarni juftlikinglarda qanchalik harakat qilmanglar, baribirga ham bo'lmaydi, o'xshamaydi ekoinglar degan Bor. holatlar. Erkak tomonidan agar eko X jarayoni uchun keldi, birinchi o'rinda kengaytirilgan sperma tahlilini ko'raman. Ko'rganimda globozospermiya, hozir aytib o'tdik degan kasallik bor. Shu globozospermiyani og'ir darajasi bor. 100% globozospermiya bor. Men aytaman, sizda eko qilishni ham imkoniyati yo'q. Na tabiiy yo'l bilan, na eko yo'li bilan, tibbiy yordamlar bilan siz farzandli bo'la olmaysiz. Endi mo'jiza Allohdan. Oxirgi nuqtani men qo'yishga haqqim yo'q, lekin eko jarayoniga kirmang. 100% muvaffaqiyatsiz chiqasiz deb aytaman. Ikkinchisi igna boshi bo'lmaydi. Spermatozoidlar bor, 100% spermatozoidlari boshi yo'q, lekin harakati bor. Mana shu igna bosh degan tashxisda ham eko jarayoni 100% muvaffaqiyatsiz o'tadi. Uchinchi holat bor, DNK fragmentatsiya indeksi 40% dan baland bo'lsa, eko jarayonni muvaffaqiyatli kechish ehtimoli 70% ga yo'qoladi. 30% holatda homiladorlik berish mumkin. Lekin homiladorlik bersa ham mana shu 30% da homiladorlik berdi, lekin o'sishdan 4-8 haftada to'xtab qoladi homila. Chunki DNK fragmentatsiya indeksi 40% dan baland bo'lsa, bu homila 9 oylikka yetib borish ehtimoli juda ham kam. Mana shularga aytaman. U ko'rsatkichni tushirish imkoniyati bormi? DNK fragmentatsiya indeksini normaga keltirish albatta imkoniyati bor. Bugungi kunda zamonaviy tibbiyotda uni sabablarini izlaymiz. Ba'zi holatlarda gidratsiyali, ba'zi holatlarda varikatsiyali, ba'zi holatlarda ish tartibi, kun tartibi bor, konda ishlaydiganlar bor, radiatsionniy joyda ishlaydiganlar bor. Oshpazlik bilan shug'ullanadiganlar bor. Doim issiq harorat ta'sir qilib turadi. Novvoychilik bilan shug'ullanadiganlar bor. Ham doim issiq haroratni ichida, ham doim bilasiz novvoylar tunda ishlaydi. Uyqu rejimi buzilgan bo'ladi. Ba'zi holatlarda chekuvchilar bo'ladi. 2 pochka, 1 pochka chekadi, alkogol iste'mol qiladi. Mana shunaqa holatlarda men aytaman, ba'zi bir holatlarda uzr, lekin nashavandlar bo'ladi. Bularga aytaman, mana shu hayot tarzini to'g'rilaydi, DNK fragmentatsiya indeksini normaga keltirishi bugungi kunda ilojisi bor. Normaga keltirib, keyin ekoga olinsa muvaffaqiyatli o'tadi eko jarayon. Mana shularga ochiq oydin biz aytamiz. Sizda eko jarayonini boshlash uchun qarshi ko'rsatmalar bor. Bular bilan eko jarayonini boshlay olmaymiz sizda. Boshlasak ham behudaga pulingiz yo'qotasiz deyman. Behudaga umidingiz yo'qotasiz deyman. Agar shu eko balki sizning oxirgi imkoniyatingizdir. Bu imkoniyatni qo'ldan boy berasiz, shoshmang deyman. Meni ham shoshtirmang deyman. Reproduktolog, ginekologimizni ham shoshtirmanglar deyman. Ular aytgan joyda, aytgan vaqtda harakat qilinglar. Bu sizlar uchun. Agar biz uchun bo'lganda bir oyda bu jarayonlarni bajarib biz sizlardan qutulgan bo'lar edik, qo'pol qilib aytganda deb aytaman-da. Shoshmanglar, natija uchun ishlaylik. Sababini to'g'ri qilaylik, qolganini keyin Allohga tashlaymiz. 10-etajdan sakrasangiz, Alloh men senga duo qildim, endi saqlab qolman deb sakrasangiz, o'lishingiz 90% ku.
Parashyut taqmasdan. Parashyut taqmasdan, arqon qo'ymasdan, narvon qo'ymasdan, narvon qo'yamiz, arqon tashiymiz 10-etajdan. Alloh o'ziga tavakkal, duo qilib sekin narvondan tushamiz. Shunda tirik tushish ehtimolingiz 95%, to'g'rimi? Ekoga shoshilib, tayyorgarliksiz boshlasham 10-etajdan narvon qo'ymasdan, arg'amchi tashlamasdan prosta Allohga tavakkal. Alloh bersa bo'ladi, bermasa bu bandasini nima qilib beradi turib saklash bilan bir xilda. Shuning uchun mutaxassisi birinchi o'rinda bitta bemorni, meni ustozim Doniyor Ibragimovichning zo'r gaplari bor. Bemorni bitta vazifasi bor. Asosiy vazifasi. To'g'ri mutaxassis topib borish. To'g'ri, haqdan qo'rqadigan, bemori haqidan qo'rqadigan, bemorni o'ylaydigan, natijasini o'ylaydigan, o'zini o'ylaydigan emas, cho'ntagini o'ylaydigan emas. Bemorni o'ylaydigan va bemorga hamma narsani bemor tushunadigan tilda. Qishloqning bir chekkasidan kelishi mumkin. Eko haqida hattoki qishloqdagi doktorlarning tushunchasi yo'q. U bemori qayerdan xabari bo'lsin? Protsessni ularga to'liq tushuntirib, hamma narsani batafsil yoritib, ularga hamma narsani to'g'ri tavsiya beradigan mutaxassis topish bemor vazifasi. Qolgani mutaxassis vazifasi. O'zi Ruslanning bitta gapi bor. Каждый пациент заслуживает своего врача deydi. Ya'ni har bitta bemor o'z shifokoriga loyiq degan tushuncha bor. Aytib o'tganingizdek, haqiqatdan men ko'pincha aytib o'taman bemorlarga. Misol uchun, hattoki bilasizmi, shunchalik zo'r mutaxassis bo'lishi mumkin, professor, akademik bo'lishi mumkin, lekin sizni insoningiz emas, sizni shifokoringiz, sizni spetsialist emas. Chunki bemor birinchi navbatda o'z shifokoriga sog'lig'ini ishonib topshira olishi kerak. Agardiki patsient bilan bemor orasida nima deydi, взаимодоверительный munosabatlar, bir-biriga ishonch holatida bo'lib nima qilmasa, natija olishga ham samaradorligiga ta'sir etadigan ko'rsatkich deb o'ylayman. To'g'ri. Hattoki bitta markazda men avval chet el mutaxassislari bilan hamkorlikda ishlaganman. Bemorni ko'p o'ylamagin deydi. Bemor bilan ko'p shug'ullanmagin deydi. Borini qil, qo'lingdan kelganini qil, juda chuqurlashma bemorni. Vaqtini ko'p olib qo'yma. Qisqasi qo'lingdan kelganini qil, qolgani endi Allohdan. Uzr dedim. Kechirib qo'yasiz dedim. Bu bemor o'zbek dedim. Bu bemor dedim, meni bemorim. Bu bemor bizni qora ko'z dedim. Shunaqa. Bu bemorni balki seni davlatingda dedim. Eko X'ni sefda to'plab qo'ygan bir pulidan bir qismini olib kelib Eko X jarayonini amalga oshirsa, bizni bemorlarimizni Markaziy Osiyo aholisining 90% da u imkoniyat yo'q. 1 yillik bitta oilaning byudjetini saqlab, yig'ishtirib olib keladi, bor budini. Bu qayta eko qilish imkoniyati bo'lmasligi mumkin bu bemorimni deyman. Shuning uchun birinchi eko jarayonini o'zida men bor imkoniyatimni ishga solaman. Bor bilimimni, bemori organizmidagi bor imkoniyatni ishga solaman. Shunda natija Allohdan, natija bo'lish bo'lmasligi meni vijdonimni qiynamasligi kerak. Natija bo'lsa ham sababini to'g'ri qildik, shifoni Alloh berdi, bo'ldi. Natija bo'lmasa ham sababini men to'g'ri qildim. Endi natija Allohdan. Vijdonim toza. Ha, ba'zida aytadi, ekoga garantiya bormi deydi. Производство garantiya beradi deyman. Производство kim deyman? Ishlab chiqaruvchi kim deyman? Biz nima kutyapmiz deyman? Telefon kutyapmiz, iPhone telefonini Apple kompaniyasi garantiya beradi. Apple kompaniyasi ishlab chiqaradi. Bu chunki bu telefon deyman. Avtomobilga avtomobil kompaniyasi garantiya beradi. Avtomobil qanaqa chiqishiga garantiya bera oladi deyman. Lekin siz nima mahsulot kutyapsiz bizdan? Siz farzand kutyapsiz. Farzandni biz sababini qilyapmiz, xolos Alloh taolo beradi. Alloh taolo beradi. U garantiyani Allohdan, bizdan emas. Bizni yelkamizga tushgan narsa sizni organizmingizdagi bor narsani sizga to'liqligicha oddiy tilda tushuntira olish, to'g'ri tashxis qo'ya olish va mana shu qo'yilgan tashxis bo'yicha to'g'ri tibbiy yondashish halol. Halol tibbiy yondashish. Ba'zilar aytadi, ba'zan embriologlar bilan talashib ketaman. Embriologlar o'zida deydi spermatozoid bor ekan-ku. Harakatli spermatozoidlar bor ekan. Nimaga tuxumini ichida mikroteziya qilib, operatsiya qilib spermatozoid olib bermoqchisan? deydi. Men aytaman. Siz embriologsiz, siz biologsiz.
Siz vrach emassiz. Siz buni tashqi ko'rinishini, urug'lantirishingizni o'ylaysiz. Lekin men ertaga shu bemor homilador bo'lmasa ekodan, keyin nima deyman? Kelsa, endi bu safar tuxumingizni olib ko'raman desam, bemorlarga bu og'ir kelyapti. Yana qayta eko qilaman buni. Tabiiy yo'l bilan chiqqan urug'dan ko'ra, men tushunishim bo'yicha, moyaki ichidan, demak, olgan hujayralarimizni, spermatozoidlarimizni sifati nisbatan yuqori bo'ladi. Agar tabiiy chiqqan urug'lar miqdori kam bo'ladigan bo'lsa, misol uchun aytaylik 100 mingta, millionni pastida bo'ladigan bo'lsa, moyakni ichidan olingan urug'larning sifati bundan ancha yuqori bo'ladi. Bir marta tabiiy chiqqandan qilib ko'rib, endi o'xshamadi, endi moyagingiz ichidan olamiz deyish noto'g'ri. O'sha bir martada men aytaman ko'p bemorimga. Ham tabiiy chiqqandan foydalanamiz. Buni ko'raman, agar men bundan qoniqmasam, siz o'sha kun tayyor turing, sizni mikroteziya operatsiya qilib moyagingiz ichidan ham ayolingizdan 10 ta tuxum hujayra chiqsa, 5 tasini tabiiy chiqqani bilan 5 tasini moyak ichidan olingan spermatozoid bilan urug'lantirib ketamiz. Ya'ni bitta eko programmasidan bemori bor imkoniyatdan foydalanishga harakat qilaman. Bemor bitta vazifasi, o'shaning uchun aytamiz, to'g'ri mutaxassis topib kelsin, bizdan to'g'ri sababini qilish, keyin shifoni Allohga qo'ysak bo'ladi. Lekin noto'g'ri ko'rsatkich bilan ekoga olsangiz natijaga erishmaysiz. Natijaga to'g'ri ko'rsatkich bilan olsangiz ham erishmasligingiz mumkin. To'g'ri ko'rsatkich bilan ekoga olsangiz natijaga erishmasangiz, bunga siz aybdor emassiz, mutaxassis aybdor emas. Lekin noto'g'ri ko'rsatkich bilan eko programmaga olsangiz bemorni, bunda embrion hosil bo'lmasligida yoki homiladorlik bo'lmasligida biz aybdor bo'lamiz. Shuning uchun to'g'ri ko'rsatkich bilan olish kerakligi muhim ahamiyatga ega. Juda ham ko'p bemorlar, mana ayollarga tegishli savol. Juda ham ko'p ayollarimiz torch infeksiyasi bilan davolanib band bo'lishadi. Shu haqida nima fikrlab berasiz? Torch infeksiya, agardiki avvalambor torch infeksiyasini tekshirish usullari bor. Ya'ni bizda hozir O'zbekistonda 3 ta metod qo'llanilyapti. Bu IFA, IXLA metodi va PCR metodi. Ya'ni qisqacha qilib tushuntirganda, misol uchun IFA, IXLA metodida bu demak 10 yil oldin kasal bo'lib o'tgan bo'lsa ham antitelani chiqarib bera oladi. Ya'ni biz haligacha ham shuni guvoh bo'lamizki, patsientlar kelishadi qo'lida tayyor torch analizining javoblari bilan immunoglobulin G tekshirilgan bo'ladi. Ya'ni bu qachondir kasal bo'lib o'tgandan keyin ham saqlab qolinadigan immunitetni ko'rsatkichi. Ya'ni keyin yana organizmga shu infeksiya tushadigan bo'lsa, immunoglobulin G lar demak kelib taniydi u infeksiyani va srazu kurash boshlash uchun kerak bo'lgan omillar. Immunoglobulin M degan ko'rsatkich bor. Ya'ni bu organizmda shu infeksiya deylik, organizmda bo'lib turgan payt bu immunoglobulin M lar ya'ni saqlanib qoladi organizmda. Va PCR metodi, ya'ni bu o'sha возбудительlik qo'zg'atuvchini, torch infeksiyani yo DNK-sini yo RNK-sini, ya'ni ichini olib ko'rsatib beradigan narsa. Agardiki PCR metodi orqali topshirilgan analizda torch infeksiya chiqsa, uni davolash kerak. Lekin agar IFA, IXLA metodlarida tekshirilgan immunoglobulin G titri baland ekan degan holatda bemorni davolash bu umuman noto'g'ri. Afsuski 95% holatda mana shu tekshiruvlarni PCR emas, GM holatlarda tekshirib, yillab davolab yurib, sanda bola o'smay qolishligining sababi torch infeksiya. Sanda bola bo'lmasligining sababi torch infeksiya deb torch infeksiyasini tirikchilik manbaiga aylantirib olganlar juda ham ko'p, juda ham. Buni ahamiyat berishingizni so'rayman, chunki qaysi bemor u azospermiya bo'ladimi, u farzandsiz bo'ladimi, homilasi tushgan bo'ladimi, torch infeksiyasi bo'yicha 90-95% holatda noto'g'ri davolanib yurasizlar. Asosiy sababi torch infeksiya bo'lmaydi, mana mutaxassisimiz aytib o'tdilar. Torch infeksiyasi PCR analizda chiqsa, uni ham ko'rsatkichlari bor, qaysi turlari chiqsa. Ha, mana qarang, misol uchun deylik, oddiy sodda qilib tushuntirishga harakat qilaman.
man ishxonada kun davomida ishladim, o'sha yerda bo'ldim va sumkam qolib ketdi. Patsient eshikni ochyapti-da, Nozima Zayniddinovna shu yerda ekanlar, sumkalari turibdi deb shunga asoslanib xulosa qilyapti men shu yerdaligim haqida, misol uchun. Bu o'sha haligi siz bilan aytib o'tgan ifa-ixla metodi bilan aniqlangan immunoglobulin G ga o'xshaydi. Agardiki bemor eshikni ochyapti, meni ko'ryapti, amin bo'lyapti, shu yerda ekanlar, kutamiz degani, bu demak обоснованный bo'ladi-da. Ya'ni o'sha PCR metodi aynan eshikni ochib, ko'zi bilan ko'rib, amin bo'lib, keyin lecheniya qilsa bo'ladi-da bu holatlarda. Yana ham sodda qilib tushuntiraman. Sizda avval torch infeksiyasi bo'lgan va bunga organizmingiz kurashib, uni yengib o'tgan. Unga nisbatan organizmda torch infeksiyasi avval bo'lganligi haqida ma'lumot qoldirgan holatda ham siz davolanib yuribsiz. Qachonki organizm o'zida torch infeksiyasi bo'lsa va aktiv holatda bo'lsa, sizni organizmingizga zarar yetkazayotgan holat bo'lsagina davolanish uchun ko'rsatma hisoblanadi. Lekin bu holat juda ham kam uchraydi. Sizda torch infeksiyasi bor, davolaning dedimi? Davolanishga shoshmang. Bu 95% holatda noto'g'ri bo'ladi. Xo'p, Nozima Zayniddinovna, podkastimizni ikkinchi qismini tomoshabinlarga aytib o'tamiz. Ikkinchi qismida juda ham og'riqli nuqtalar haqida gaplashamiz. Birinchi o'rinda bizda bepushtlikning ko'payib borishiga sabab erkak tomonidan ham, ayol tomonidan ham sabablar, ayollar tomonidan detskiy ginekologiya, ya'ni o'spirinlar ginekologiyasi, ya'ni qizlarni ginekologga olib borishda juda ham uyalishadi. To'g'rimi? Qizlarga ginekologga olib borishmaydi, uni or deb bilishadi. Olib borsam noto'g'ri tushunadi, ko'rib qolgan odam deb o'ylaydi. 1, 2 qizlarni ginekologga olib borib ko'rsatishga qo'rqishadi. 3, qizlarni balog'at yoshida rivojlanishi va hayz ko'rishi boshlanishi, hayz ko'rish boshlangandan keyin buni 6 oyda, 1 yilda bir tibbiy nazoratlardan o'tkazish deyarli yo'q. O'g'il bolalarda ham shu. O'g'il bola qachon androlog qabuliga keladi? Qachon uylanadi, farzandli bo'lmaydi, ayolni tekshirtiradi, davolatadi, natija bo'lmaydi-ki, oxiri o'zi borib urug' topshiradi, hammasi dabdala keyin keladi. Afsuski bu kech. Bizda 10-14 yosh orasi juda muhim ahamiyat kasb etadi. Ya'ni o'tish yoshi, moyaklarning rivojlanish yoshi, moyaklarni spermatozoid hujayrasini ishlab chiqarishga qaratilgan yoshlar, gormonlar o'tish yoshi, jinsiy organlarning rivojlanish yoshi bo'ladi. Bu yoshlar juda ham muhim ahamiyatga ega. Hattoki o'g'il bolada tug'ilibdiki, moyaklarning joyiga tushmasligi yoki joyiga tushsa ham to'liq yetilmasligi yoki yoshga xos yetilmasligi, mana shu holatlar juda ham, hatto tamg'a qilib sunnatulloh deb ism qo'yishadi. Bu sunnat bo'lib tug'ilgan degani, bu o'sha jinsiy olatida muammo bilan tug'ilgan degani. Sunnatulloh deganga qiz berayotganda hushyor bo'linglar. Bunda adrenogenital sistemada muammolar bo'ladi, to'g'risi. Buni vaqtida ota-onasi ko'rsatib davolanmagan bo'lsa, katta ehtimollik bilan bepushtlikka borish mumkin. Mana shu holatlar, keyin jinsiy tarbiya, jinsiy aloqaga tayyorgarliklar juda ham muhim ahamiyatga kasb etadi. Misol uchun men erkak tomonidan aytaman, jinsiy aloqada erkakda tayyorgarlik bo'lmasa, prostata so'ki ishlab chiqarilmasa, bulbo uretral bezlar ishlamasa, chiqayotgan spermatozoidlarning 70% o'lib chiqadi, zararlanib chiqadi. Chunki bu kanaldan avval siydik, zaharli modda chiqqan bo'ladi. Bu bezlarning faoliyati suyuqlik chiqib, bu joyni neytrallab spermatozoid yurishi uchun sharoit yaratib beradi, yo'l ochib beradi. Endi qizlarda ham xuddi shunaqa narsa bor. Ba'zi qizlarda qin muhiti juda ham kislotaligi baland bo'ladi. Ularda ham jinsiy aloqaga tayyorgarlik bo'lmasa, jinsiy aloqaga возбуждение qilinmasa, uyg'otilmasa, ularda ham suyuqliklar, ajralmalar kelmasa, ularda ham mana shu qin sohasida kislotali muhit kuchli bo'lganligi uchun spermatozoidlarni juda ham tez o'ldirib qo'yadi. Uni protsenti har qancha zo'r, har qancha baland, har qancha sog'lom bo'lmasin, bachadon ichiga o'ta olmay qoladi. Mana shu og'riqli mavzularimizni keyingi podkast dasturimizda to'liq yoritib boramiz. Sizlar uchun qiziq bo'lgan bo'lsa, kommentariyada, izohlarda savollaringizni qoldiring. Adminlarimiz biz bilan maslahatlashgan holatda sizlarning savolingizni bizga bergan holatda to'liq javoblar berishadi. Agar bepushtlik bo'lsa sizda,
davosini topilmayotgan bepushtlik bo'lsa yoki muvaffaqiyatsiz ekolarni amalga oshirgan bo'lsangiz, quyidagi raqamlar orqali biz bilan bog'laning. Biz Dr. Shahboz Eko markazida reproduktologimiz Nozima Zayniddinovna bilan birgalikda amalga oshiramiz eko jarayonlarini. Bular ayol kishi bilan shug'ullanadilar. Ayol kishi bilan faqat ayol mutaxassis bilan shug'ullanadilar. Erkak kishi bilan men erkak mutaxassis shug'ullanamiz va men ayolni xuddi ko'rgandek bo'laman, chunki Nozima Zayniddinovna menga ayol haqida to'liq ma'lumot beradilar. Uni qinini holati qanaqa, bachadonning holati qanaqa, endometriyasi qanaqa, gormonlari qanaqa, tuxum hujayrasi qanaqa, men ko'rgandek tasavvur qilaman. Va men ham erkak haqida to'liq ma'lumot beraman. Hattoki erkakda jinsiy aloqa qanaqa bo'ladi bu erkakda, moyaklarning razmeri qanaqa, bular yechintirib ko'ra olmaydilar yoki men ayolni yechintirib ko'ra olmayman. Moyak erkakda men yechintirib ko'rib, bularga ma'lumot beraman. Erkakda mana bunaqa holat, tuxumlari kichkinagina, juda ham kichik. O'zi mana buncha bo'lish kerak, mana buncha tuxumi bor. Bunda spermatozoidlari juda ham slabiy yoki spermatozoidlari yaxshi. Shunga qarab turib biz taktika chizamiz. Nima qilish kerak bu oila farzandli bo'lish uchun? Mana bu komanda bo'lib ishlash deyiladi. Komanda bo'lib ishlash bu natijaga 2-3 barobar yuqoriroq natijaga erishishingiz uchun asosiy ko'rsatma hisoblanadi. Bemalol murojaat qilinglar, kelinglar. Albatta 100% amin bo'lishingiz mumkin. O'zingizni urug'ingiz 0 bo'lgan holatda ham operatsiya qilib o'zingizdan urug' topib, o'zingizni urug'ingizdan, o'zingizni tuxum hujayrangizdan, o'zingizni pushtingizdan bo'lgan farzandingizni bizni eko markazimizdan, bizni sabablarimiz bilan, Alloh taoloning shifosi bilan olishingiz mumkin bo'ladi. Bitta narsaga e'tibor beringlar. Ba'zi bir juda ham shuganiyaga tushib qolgan otalar borda, meni urug'im bo'lmaydi. Sizni 5 kunlik embrioningizni, farzandingizni bachadonga qo'yishdan avval kerak bo'lsa DNK qilib oling. Kerak bo'lsa DNKni tug'ilishini kutishingiz shart emas. Siznikiligiga biz 200% garantiya beramiz. Va o'zingiz yana ham ishonmasangiz, bemalol bachadonga qo'yishdan avval tekshirib olish imkoniyatingiz bor albatta. Sizlar bilan Nozima Zayniddinovna reproduktologimiz va men Shahboz Yunusov bo'ldik. Bizni quyidagi sahifalar orqali kuzatishingiz mumkin. Bu klinikamiz sahifasi, bu o'zimizni shaxsiy Instagram, TikTok sahifalarimiz, bu esa Telegram kanalimiz. Har qanday savollarni berishinglar mumkin. Adminlar orqali javob olishinglar, navbatga yozilishinglar mumkin bo'ladi. Albatta har bir farzand umididagi oilalarga Alloh taolo ota-onalik baxtini nasib qilsin. O'ylaymanki, bugungi bo'lgan suhbatimiz sizlar uchun manfaatli bo'ldi deb. Albatta manfaatli bo'ldi, chunki xalqimizda juda ham eko jarayoni haqida noto'g'ri tushunchalar bor edi, to'g'ri tushunchalar olishdi. Yana eko haqida qanday noto'g'ri tushuncha yoki sizni o'ylantirayotgan savollar bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Albatta podkastimizning 2-sonida bu savollaringizga javob qoldiramiz. Har qanday savollarni yozib qoldiring. Podkastning 2-qismi shu savollarga javob berish bilan bo'ladi. Salomat bo'linglar.